Oqarganda sochlar eslaymiz. Sarxush bahor ko'z o'tganini, kimlarnidir rad etganmiz biz, kimlar bizni rad etganini. O'zbekiston xalq shoirasi Halima Xudoyberdiyeva 1947-yil 17-may kuni Sirdaryo viloyatida tavallud topgan. Halima Xudoyberdiyeva 1972-yil Toshkent davlat universitetining jurnalistika fakultetini tugatgan. Talabalik yillarida ilk muhabbat she'riy to'plami chop etilgan. Mehnat faoliyatini Saodat jurnalida bo'lim boshlig'i lavozimida boshlagan. Ijodkorning bu kunlarga yetganlar bor, Tumarisning aytgani, Saylanma singari bir qator asarlari muxlislar tomonidan sevib mutolaa qilinmoqda. Halima Xudoyberdiyeva O'zbekiston xalq shoiri va Hamza nomidagi hurmat belgisi ordeni bilan taqdirlangan. Halima Xudoyberdiyeva 2018-yil 18-avgust kuni 71 yoshida vafot etgan. Shoiraning yorqin xotirasi o'zbek xalqi yodida mangu yashaydi.